Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Chorva Market YouTube kanalining ashaddiy kuzatuvchilari. Aka-ukalar, Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on Chorva mol bozoridamiz. Inshaalloh bozorga buqalar, zo'rlar chiqqan, bular qo'ldan kelgancha ko'rsatib ma'lumotlar berib o'tamiz. Bir donadan like tugmalar bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Akalar, inshaalloh bugungi sanamiz 12-oktyabr haftaning yakshanba kuni 2025-yil. Aşağı angusimiz akalar 38 million savdosi bo'ldi, berilgani yo'q, 43 million narx aytilyapti. Ishqibozlariga hozir nomerlarni olib beramiz. Mana. Orqalari so'yishga akalar 123 ming so'mdan deyishyapti. Nomerni aytib oling polvon. 99lik 633 5500. Angus ishqibozlariga anguslar serob akalarimizda. Bo'lsa, bu yoqda mana semental buqamiz. Bu aka savdosi bo'ldimi buni? Nech pul narx aytyapsiz? 55 million so'm kam bor ekan. Savdo bo'lgani yo'q. Tish buzganmi aka? Tish buzganmi? Buzgan bo'lsa kerak, bilmayman. Semental ishqibozlariga. Bo'lsa ikkita bo'lmasa yo'q aka? Ha. Bo'lsa ikkita bo'lmasa yo'q, mana bo'ylari ham juda baland. Qani? Bo'ylari ham chiqib qoladi. Biri 45 plus, 150 ga yaqin. 176 akalar. Shunaqa atrofda. Aka nomerlar aytib qo'yasizmi? Qiziqqaniga 55 million so'm akalar narx aytilyapti. U mana bu yoqlar akalar varch qizib ketdi bozorlar. Akalar, mana shu buqamiz savdo bo'lyapti. Nech pulga bordi boy aka? 38,5 ga chiqibdi angus mana. Soyib akamiz buqasi. 38,5 ga chiqdi. Avlikol nech pul aka? Avlikolda 34 deyapmiz. 34 million so'm kam bor aka. Kami bor. Boyagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli obunachilar, navbatdagi buqamiz mana akalar. Golishtenmi aka endi bu? Parodasi? Golishten mana. Ko'ringlar. Tish buzganmi aka? Hali tish buzmagan ekan shu gavdasiga. Bo'ylari 150 chiqadi aka? 150 Xudo xohlasa. Mana tish buzmagan yosh narsa. Yemlagani ham bo'laveradi, zotga ham akalar juda ham zo'r ekan. Qaytmas ekan bu zotga. Nech pul etyapsiz endi buni? 45 baho aytadi. 45 million so'm kam bor aka. Savdosi bor akalar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni aytsa aka? 91lik 140 3253 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Bitta tortingchi aka. Orqalarini ko'rsatib qo'yaylik. Mana. Voy mashallah. Joning sog' bugun. Bunda shuni mana yoshligi akalar. Nech pul etyapsiz boy aka? 18 kam bor a? Mana savdo bo'ldimi aka? Nech pul qildi? Yo'q, 18 million so'm akalar kam bor, aloqaga chiqaverasizlar. Nomer necha aka? 94lik 130 2293 akalar. Necha oylik endi bu? Ha, 4-5 oylik, 3-4 oy shunaqa atrofda. 5 oyga o'tmagan akalar. 4 oylik pilis bo'lish kerak. Yo'q. Mana bu yoqda ikkita ko'chat chiqibdi mana. Biri avlikol, biri angus. Ana jonivorlar. Hormaganda boy aka. Charchab qolmayapsizmi? Assalomu alaykum. Savdo bo'ldimi aka bular? Jubiga 48,5. Aha. Yakkasiga 25,5. 25,5. 25,5 ga 23 a? Savdo bo'lgani. Nech pul narx aytyapsiz bunga? 52 ketyapti. 52. Kami bor. 52 million kam bor. Kelasi ham buzoq, xudo xolasa. Maza qilib qo'yadigan narsalar.
Gapiga 27 dan kami bor hoji bobo. Mana orqalari hozir. Nomer deyib yuboring aka. 88lik 582 0094 Qaysi nimadan chiqadi? aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli obunachilar, mana ishqibozlariga ikkita ma'miliyat buqa chiqib qolibdi mana. Lekin narxi arzon ekan. Jonivorlar ko'ringlarchi. Orqasini qaranglar bularni. Hali buzoq shu holatiga akalar, hozir oldidan ko'rsatib beraman. Mana. Mana kalla taraflari. O'ta ham zo'ridan ekan lekin. Sutga to'yib katta bo'lganlar. Bo'ylari akalar 1.35 plus 40 ga yetib borib qoladi. Bo'y baslari. Nech pul narx aytasiz? 35 dan. 35 dan, ha? 35 dan kami bor, ha? Kami bor ishqibozlarga. Mana. Bizga takoz e'lon. Zo'r ekan mollari zamon. Toza ekanda, qoni toza ekan. Toza qonli ma'miliyatlar. Original. Jonivorlar. Original. Bitta nomerni aytib qo'ying endi bu ishqibozlariga. 90lik. 90lik 155 68 88. 155 68 88 akalar aloqaga chiqaverasizlar. Bular endi hadeb ham chiqavermaydi akalar, bu sementalga adashtirmaylar bularni mana. Arziydigan mollar. Ha, xudo olsin, mollar kuchli, o'ta kuchli mollar. Narxi ham zo'r ekan. Ola qoramol to'lib ketdi akalar bugun bozorda. Aka, nech pul bo'ldi buni savdosi? Gap yo'q. Akalar, mana shu buqamiz 28 million so'm bo'pti. Baraka bo'pti mana shu. Greenford buqamiz mana. O'zimizni bu yerlarga akalar olibdi. Xolasa barakasini bersin. Mana bu yoqda yana buqalar bor. Hormang. Kaçmaysizmi? Tinchmisiz? Bu yoq sizdan, ha? Mana shu 3 tasimi? Uchalasi mana shu kamizdan akalar. Nech pulda endi bundan narxi hozir? 31 dan deyapmiz. 31 dan 50 kilo go'sht kam bo'ladi katta bozorda. 31 million so'mdan hurmatli obunachilar. Mana. O'rnisi kichkina. 31 million so'mdan. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'lyapti. 30 basi bitadi. Yo'q, ozmas qo'shadimi 30 ga? 30 millionga beramiz bunisini. Mana shu eng kattasini, ha? Bunisini Aha. 28 ga beramiz. 28. Bunisi-chi? Bunisini ham 30 ga beramiz aka. 30, ikkitasi 30, bittasi 28. Xolasa ishqibozlari aloqaga chiqaverasizlar. Mollar o'ta ham zo'r. Xolasa oyoq qo'llari baquvvat akalar. Nomerni bitta aytib yuboring. 90lik 90lik 707 0047. 707 0047 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Uchalasi ham to'qol akalar. Azakam kelish kerak. O'zini qo'lini shatib bo'ldi. Jahongir akam deb boladan bo'ladi yana shu shatchi. O'zini bor kechandan. Qaysi mol? Olmasangiz xafa olmayman. Men bermasam siz xafa bo'lmayman. 52 ga sizga sotdim. 52 yarim dedim, olmadan so'p. Yana 500 ming berdim. Foydalanib qoladi. Nanjon shu qoladi. Shu qoladi. Shu qoladi. Baraka. 52 deyilyapti akalar, 52. Mana shu mol. 52 million so'm. Aytganimni o'zi berdimmi? Bering, xursandchilik bilan. Bob barakani. Barakasini bersin. Bob baraka. Gap yo'q. Torting molni. Mol zo'r baraka bo'ldi mana. Joning sog' bo'lsin. Nechinchiga ekan bu? Hurmatli obunachilar, bo'g'ozlarni ham bitta ko'rsatib qo'yamiz endi. Mana chekkadan boshlab kelamiz. Savdo bo'lganlarni. Mana, olib tasdan chiqib qolibdi. Aka, savdo bo'ldimi bu? Nech pul narx aytyapsiz? 55 million so'm kam bor. Necha oylik? 7 oylik, ha? 7 oylik bo'g'ozimiz mana. Birinchisiga ham aka? Birinchisiga ekan. Mana ostlari akalar. Suskalari yaxshi, chiroyligina. Rangi tiniq ekan molni.
Kishi ikkitami aka? Ikkita. Gap yo'q. Mana mol. Jonivor. Bitta nomerlar aytib qo'yamiz aka. Ha? 50 pastda bitadi. Bitta aytib qo'yavering. Ishqovoz telefon qilsa berib yuborasiz-da. Mana aka. Sotib ketadi deyapti akamiz. Nomer belgisi yo'q. Aka necha oylik bu? 6 oy. 6 oylik mana. Suchkalari. Nechinsiga birgami? Birinchisiga 6 oylik buzoq ekan, hali tish ham buzmagan ekan jonivor. Nech pul deyapsiz? 37 million kam bor. Bozor savdo qildimi? 32 ga bermadingiz, ha? Mana. Ozmoz qilsa berasizmi? Qilsa beramiz. Xudo xohlasa. Bitta nomerni aytib qo'yasiz. Narigisi ham 38 deyapmiz kam. Nargisi ham sizdanmi? Bu ham 6 oylik, bu ham buzoq. Nargisi ham akalar 6 oylik ekan. Bu ham tishi buzmagan ekan. 38 million so'm ekan. Narx-navoz. Mana. Ishqibozlariga. Mana akalar. Hozir akamiz bitta nomerni olib beramiz. Rosa o'sha boqaydigan narsalar ekan. Nomerni ayting aka. 97lik 555 8375. Aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli obunachilar, dehqondan so'raganlarga mana molni yaxshilab ko'rsatib beraman akalar. Mana. Sizlarni qarang, mana sandal bo'lib yotibdi jonivor. Aka, birinchi qoringan bu? Necha oylik bo'ldi? 6 oyga to'ldi aka. 6 oyga to'ldi mana akalar, mol zo'ri. Ishtahalari qalay? Ishtahalar zo'r, o'sha semizdagi yeti bor. Aha. To'g'ri. Mana. Nech pul narx aytyapsiz endi aka bunga? 38 million kam bor. 38 kam bor. Nech pulga bermadingiz aka? 33 million qilyapti aka. 33 ga bermadingiz. Ozmas qilsa beramiz, ha? Beramiz. Akalar, mana dehqonda olaman deganlar mana shoshilaverasizlar. Birinchisiga dishda ham xudo olasa yaxshi oladi. Nomerlar aytib yuborasiz. 99lik 640 640 3196. 3196 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Bitta tortingchi aka. Mana ostlari ham akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa yo'lda qilib berishadi. Aka necha oylik bu? Yaqinlab qoldi deyapti akamiz. Mana suskalari. Savdo bo'ldimi aka bu? 35 ga bermadingiz, ha? Nechinchisiga bu? 3-siga. Ishtahalari zo'rmi aka? Ishtahalari zo'r. Mana kalla tomonlari. 33 ga bermadingiz, ha? 35 ga bermadingiz. Nech pul narx aytyapsiz aka? 45 narx aytilyapti ekan. Nechta sut bergan aka bu? 20 ta suti bor ekan. Mana. Bitta nomerni aytib qo'yasizmi? Sotib yuborasizmi? Bozorni bersan aka. Joning sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, mana Chorning pyostra buqalarimiz sotga so'ragan akalarimiz. Joning sog' bo'lsin. Turishini qaranglar buni. Ola qarasdan. Go'shtga yemlab boqaman deganlarga ham bo'laveradi akalar. Tonnali bo'ladi inshaalloh. Mollarda o'ta qonlari hamma yo'q toza ekan. Zotga ham bemalol tavsiya qilaveramiz aka, qoni toza. Xudo xohlasa tekshirib ko'rib olaverasizlar. Ishlaydigan narsalar akalar. Mana. Aka, nech pul savdo bo'ldi? 62 million. 62 ga bermadingiz, ha? Qo'shsa beramiz. Bo'lsa beramiz. Qo'shganiga beramiz akalar. Ayting aka nomerni. 91lik. 91lik 771 771 93 53. 93 53 raqamiga akalar aloqaga chiqaverasizlar. Korobkasi ham zo'r ekan, namolarni. Endi maqtashmas akalar. Yaxshi narsani yaxshi deymiz. Mana buni qaranglar, orqalarini. To'r burchak. Xudo xohlasa aloqaga chiqaverasizlar boyagi nomerlarga. Inshaalloh yo'lda qilib beradi. 62 ga bermayapti, ozmas qo'shsalang berishadi. Hurmatli obunachilar, xunojin bolali semental sigirimiz.
62 milyon so'm akalar savdo bo'lyapti. 70 milyon so'm narx aytilyapti. 70 milyon. Uzunligini qarang ha buni. Elmurt aka nechta sut beryapti bu? 30 ta. Zo'r. Ana. Turishlaringdan seni. 70 milyon narx aytilyapti ha? 85 milyon aytilyapti, 75 milyon qilyapti. Ha. 85 milyon so'm narx aytilyapti. Shuni o'ziga. Yana bolaga. Gap yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, ozgina anglashilmovchilik bo'libdi. Hozir 70 ga olgin deytradingiz-ku. 70 millionga ham bo'lmaydi buni bu yoqqa. Qancha so'raysiz? Ha, so'rang dedingiz ha? Gap yo'q. Nech pul bo'lsa berib olamiz? 75 ustiga ustiga. 75 ta ustiga. Birinchisiga bu, birinchisiga akalar. Xudo xohlasa shoshilaverasizlar. Sutni beradigan mol ekan. Jonivor. Nomeringizni aytib yuboring. 99 99lik 364 364 1429. 1429 akalar. Mana. Molda giganti. Bolasi ham mana onasini o'zi ekan. Jonivor. Bular ham sizga qarashlimi? Yo'q, yo'q. Aka savdo bo'ldimi bu? Nech pul? 47 ga bermadingiz ha? Bolasi nima buni? Ha? O'chami? Bolasini olsa ekan, akalar 47 million so'mga berilmadi. Mana bu ham juda zo'r ekan. Savdo bo'ldimi? Nech pul? 66. Zo'r. Bolasi nima? Bolasi xunojin ekan akalar. Mana o'slarni ko'ringlar. Jonivor. Nechta sut beryapti? 30 ta. Zo'r. Nechinchisiga o'zi bu? İkincisi 6 kuraşı. Ikkinchisiga 6 kurak. Bitta nomerni aytib qo'yasiz. 99'lik 99lik 721 721 2074. 2074. Elmurt akamnikimi? Ha. Ha, boy aytildi akalar buni. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana jonivor. Akalar mana savdo bo'lyapti mana. 5 oylik bo'g'oz ekan bu. Jonivor mana ostlari yaxshi ekan. 5 oylikmi bu? 5 oylik. Nomerni aytib qo'ying. 90'lik 507'den alıştırsan. Nech pul narxi? Yo'q, narxi 36 million. Savdo. Nech pul qildingiz? 30 milyon so'm. 30. 9,5 qilib turgan ekan 30 milyon so'm bo'ldi. Bo'laveradi, zo'r. Voy, bozor oxirida olyapti. Nari chiqib agi o'tdi. Bu olsam